mana shu 2,5 yosh qizimiz. Mani nima deydi, ko'kka ko'taradigan, tiriklang go'rga tiqadigan mana shu oilamni ayollar. Mana sen, mana qizim, mana tushunasanmi? Hozir mana kelyapman ishdan. Ikkita maktab o'quvchisi. Besetkada o'tirib, og'iz burun o'pishyapti. Shunaqa azartda yonidan o'tib ketyapman bilmayapti. Tushunasanmi? Shu pokoleniya shunaqa bo'lib tursa, men bilan pokoleniyasi nima bo'ladi? Joningda yuradi, tushundingmi? Qizimiz katta bo'lib qoldi. O'zi pastga tushib o'ynab kelsin. Katta bo'lib qoldi, maktabga borib kelsin. Bunaqa narsa men eshitmayman. Maktabni tugatib, o'zini egasiga topshirmagungacha yonidasan. Tushundingmi? Agar sizlarni orqangizdan ortiqcha nimadir eshitadigan bo'lsam, mana eshik, mana shu eshikdan mayib chiqazib yuboraman.